Germaniyaga kelgan har bitta o'zbek mana shu ishni qilib ko'rish kerak. Ya'ni mana shunaqa baklashkalarni topshirib, pulini qaytarib olish. Hozir bilan shu baklashkalarni topshirib, qancha pul qaytarib olishimizni ko'ramiz. Qani ketdim. Bu bitta baklashkan donasi 25 sent turadi. Bizda shuncha vaqt ichida ikkita qop yig'ilib qolgan. Hozir topshiramiz, bilamiz necha pul olishimizni. Hello. Bu yerda umumiy hisobda почти 21 yevro bo'lyapti. Bu ikkita chek bilan narsa sotib olib to'liq qilsanglar bo'ladi yoki pulinglarni qaytarib olsanglar bo'ladi. Biz pulimizni qaytarib olishga qaror qildik. Ketdik kassaga. Demak do'stlar, bizga 21 yevro 25 sent qaytarib berishdi. Odamlarning yuzini olishga ruxsat berishmadi. O'shanga shu davomimiz. Mana pul. Demak do'stlar, bu долгосрочный investitsiya kabi ko'chada bekor yotgan baklashkalarni ko'rmaysizlar. Hamma baklashkalarni yig'ilgandan keyin borib topshirasizlar va pulini qaytarib olasizlar. Ham shuncha yillarga foyda bo'ladi.